Hozirgina ijtimoiy tarmoqlarga Abduqodir Husanov haqida xabarlar tarqaldi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Real Madrid Abduqodir Husanovni ijaraga olmoqchi. Real Madrid qishki transfer oynasida ehtiyotkorlik bilan harakat boshladi va Manchester City markaziy himoyachisi Abduqodir Husanovning holati bilan qiziqdi. Klub himoya chiziqchisi katta moliyaviy sarmoyasiz kuchaytirish uchun ijarani jiddiy variant sifatida ko'rib chiqmoqda. Bu haqda Fichajes.net xabar berdi. Bu qadam jarohatlar va rotatsiya yetishmovchiligi sabab qisqa muddatli yechimlarga muhtoj bo'lgan Realning rejalariga mos keladi. Shu nuqtai nazardan Husanov sport va strategik jihatdan bozor imkoniyati sifatida baholanmoqda. Real Madrid Manchester City'ga murojaat qilib o'tgan qishga qariyb 40 million yevro olingan. Ammo Pep Gvardiola jamoasida kam o'yin amaliyotiga ega bo'lgan o'zbek markaziy himoyachisining ijaraga berishligi mumkinligini aniqlamoqda. Angliya klubi Husanovning uzluksiz amaliyoti zaruriyatligini tan olgan va raqobat yuqori bo'lgan tartibda uning imkoniyatlari cheklanganini hisobga olib ijaraga ochiq deyilgan. Realda Husanovning jismoniy kuchi, havodagi ustunligi va rivojlanish salohiyati yuqori bo'lib baholanmoqda. Maqsad darhol raqobatlasha oladigan yosh himoyachi jalb etish, moliyaviy barqarorlikni buzmaslik, hozircha majburiy sotib olish bandi ko'zga tutilmagan. Husanov zamonaviy markaziy himoyachi bo'lib to'pni olib chiqishi va turli himoya sxemalariga moslasha olishi bilan ajralib turadi. Manchester City'ga kelishi hozirgi va kelajak uchun sarmoya bo'lgan, biroq raqobat sabab vaqtincha kam rol olgan. Sport tomoni bilan birga Real Madrid marketing olimlarining ham inobatga olmoqda. O'zbek futbolchisining kelishi Osiyo bozorida klub brendini kuchaytirishi mumkin. Bu hal qiluvchi omil bo'lmasa-da, umumiy bahoda ijobiy ta'sir qiladi. Manchester City futbolchisi butunlay qo'yib yubormoqchi emas, ammo sifatli o'yin daqiqalari ta'minlaydigan ijara varianti ijobiy qabul qilinmoqda. Muzokaralar hali dastlabki bosqichda, shartlar va maosh taqsimi muhim bo'ladi. Real Madrid esa qishki bozorda shoshilmay har bir qadamni sinchiklab o'rganmoqda. Husanovning ijarachisi yosh, istiqbol, past risk va tez moslashuv kabi talablarga mos keladigan real varianti sifatida rejalarda saqlanmoqda. Keyingi haftalarda yakuniy qaror kutilmoqda, deyiladi xabarda.